Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga yana ikkita darvozani obzor qilib o'tamiz. Hozir birdaniga bittasi high-tech uslubida bo'lgan, bitta o'ng qo'limdagisi esa Samarqand uslubida. Kimga qanaqangi fasol yoqadigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida mehnatimizni qadrlagan holatda bittadan like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Bir boshida mana shu high-techdan tanishtiradigan bo'lsak, eniga 4 metr, bo'yiga 70 razmerda tayyorlangan. Shu yondorlarida ham o'ng brus profil, ya'ni uchlik stena profillardan bo'lgan yondorlari ham, taglari esa shiviller, moshina kirgan ezilmasligi uchun bemalol ko'taradi. To'qima profillarimiz 6x4 2lik stenada bo'lgan. Listlarimiz 2 qavat, buniki brus 8 stena listlardan bo'lgan, ya'ni o'sha mustahkam rossiyskiy listlardan bo'lgan. Shu joylarga mana nirjivikalargacha berganmiz, shu joylarga o'ziga jilo berish uchun lazer gullargacha qo'yib qo'yganmiz. Darvozamizning kraskalari Devo kraska matviy laklarini sochib berganmiz, ya'ni o'sha skromniy turish uchun laklarni ham matviy qilib berganmiz. Darvozamiz 1 metr kvadratiga keladigan bo'lsa 1.300.000 so'mdan bo'ladi. 3 qavatli varianti ham bor, unisi 1.500.000 so'mdan bo'ladi. Bizga aloqaga chiqsalar, u yog'ini bemalol batafsil tushuntirib beramiz. Navbatdagisi esa endi o'sha Samarqand fason, bu ham o'sha mashhur fason bo'lib turibdi, hali ham trenddan tushmayotgan darvozamiz. Darvozamiz eniga 3.60, bo'yiga 3.40 razmerda tayyor bo'lgan. Bundan tashqari holatida devoringiz ustiga tushadigan shu joylarda 35 sentdan tunda qismlari bor. Imodaqa chiroyli, o'sha o'ziga yarashib turuvchi ustunlarigacha qo'yib qo'yganmiz. Darvozamizning yonlari o'sha o'ng brus profildan bo'lgan, taglari shiviller, to'qima profillari 6x4 profil, listlari 1 qavat 2lik list, ustidan o'sha yer yong'oq 1.3 listini bosganmiz. Shu joylari o'sha shumka bo'lgan, 60% shumka holatda bo'lgan bu ham. Xo'p, o'ziga yarasha mana 20 tekslarni sochganmiz bunga ham, kraskasining umri uzoq bo'lishi uchun bir qator operator yondan ko'rsataverasiz, shu 20 tekslarni. Devo kraskalarda bo'lgan, bu ham matviy laklarda bo'lgan. Shu gullarni ham hattoki original, ya'ni kofka gullaridan qo'yib qo'yganmiz. Hop, darvozamiz 1 metr kvadrati, buniki ham 1.300.000 so'mdan chiqadi. 3 qavatli varianti 1.500.000 so'mdan chiqadi. Hurmatli obunachilar, sizlarga shunday uslubdagi darvozamiz yoqadimi yoki shunaqa uslubdagisi yoqadimi? O'z fikringizni shu kommentlarda qoldiring. Kimga qanaqangi darvoza kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqib bog'lanishlaring mumkin. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.